iftorlikni ham oshirib yubormaslik. Kechqurun charchab qolyapman. Charchaysizda, somsa, manti, shashlik, mastava kerak emas unaqa takalluf. Biz aqlli mu'minlarmiz, to'g'rimi? Aqlli mu'min Ramazonga bozorlik qilib, bozorda yuravermaydi. 8 xil iftorlikda ovqatlaning demadi Alloh, taqvodor bo'ling dedi. O'zi bozorda yuravermaydi. Mana bugun bozordagi tiqilinchni ko'rasiz. Magazinga mo'ralasangiz, odamlarni o'sha eshikdan bir-birini surib kirayotganini ko'rasiz. Nimaga? Och qolish kerak-ku bu Ramazonda. Kim aytdi? Rasululloh aytdilarmi ovqatlangin deb? Payg'ambarimiz alayhisalom buyurdilarmi? 8 xil ovqat yemasang ro'zang bo'lmaydi deb. Agar sahobalar ko'rganda yig'lashmasmidi? Biz shunaqa qilib Ramazonni ochib turganimiz magazinning oldida. 8 ta suv ber, chanqab ketdim. Boshqa qiladigan ish ham bor-ku akalar. Boshqa niyatlar, maqsadlar, ulug' g'oyalar bor hali. Ilmlar bor hali. Eng yomoni xotinni ham bo'shattirilmaydi qozon ustidan. Kelin Alloh uchun bir mazza qilib ibodat qila olmaydi. Iftorlikdan yarim soat oldin ozgina dasturxonga bu narsani, 4 don narsani qo'yib qo'yib, "Ey Robbim, afv qil meni" deb turib kechirim so'rab turilsa, Alloh kechirmaydimi? Pardani ochib tomosha qilmaydimi? 8 xil taom uniga bir kavshilib, kekirib, shom o'qigandan kekirib shomni o'qib, shu holat Alloh taologa yoqadimi? Men senga ro'zani nimaga buyurgandim? Taqvo